Jizzax viloyati sudi tashabbusi bilan soha faxriylari va yoshlar ishtirokida 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Unda Jizzax viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari hamda video konferensiya aloqa rejimi orqali O'zbekiston sudyalari assotsiatsiyasi mas'ul xodimlari ham ishtirok etishdi. Tadbirni viloyat sudi raisi ochib berar ekan, 3 avlod uchrashuvining asl mohiyati va maqsadlari haqida gapirdi. Aslida ham bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi yuksak tajriba va unga tayanilgan yangi rejalarning shakllanishiga asos bo'ladi. Shuningdek, bugun sud faxriylariga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rliklar keksa avlod vakillarining bosib o'tgan adolat yo'li, ularning malaka va tajribalari tizim xodimlari hamda o'quvchilar uchun ibrat maktabi ekani alohida ta'kidlandi. Sud faxriylari yig'ilganlarga o'z tajribalari, mehnat faoliyatidagi adolatli kechimmalar va ibratli voqealar haqida so'zlab berishdi. Uch avlod uchrashuvi deganda mana shu tajribali, ibratli odamlardan ibrat chiqarishimiz kerak. Ko'rayotgan ishlarimizdan saboq chiqarishimiz kerak bizlar. Shuning uchun bu masalalarga bekorga bu 3 avlod uchrashuv bo'layotgan yo'q. Men juda sizlardan minnatdorman. Mana shu shunaqa 3 avlod uchrashuvlarini madaniyat, ma'rifat kunlarini o'tkazyapsizlar. Yaxshi tajribali odamlarni chaqirtiryapsizlar. Ularning maslahatini olyapsizlar. Bu yaxshi gapni, nasihatni, hikmatni kerak bo'lsa har kuni gapirishimiz kerak. O'zida yuqori tajriba, nazariya va amaliyotning muhim shartlarini jam qilgan Kasb-korim adolat bo'ldi nomli kitob taqdimoti tadbirning yana bir yangi qirrasi bo'ldi desak mubolag'a emas. Kitobda yozilgan voqealar bilan tanishdik. Ustozning adolatli harakatlari, ya'ni ish faoliyatlari bilan tanishdik va o'zimizga xulosa qildikki, kelajakda biz ham sud sohasida ish olib borayotganimizda adolatli hukm chiqarishimiz, faqat adolat bilan haqiqatga yo'ldosh bo'lishimizni bildik. Men hozir bu kitobni qo'limga oldim va buni o'qib chiqishimiz kerak ekan, chunki bizga qisqacha tanishtirishdi. Bu kitobda ustoz Ubaydulla Qurbonovichning sud faoliyatida ishlagan paytlarida sudda faoliyatlari, qanday adolatli hukm chiqarganliklari va o'sha ko'pgina voqealar tasvirlangan ekan. Biz buni o'qib chiqamiz va o'zimizga kerakli narsalarni olamiz va ertangi o'zimizning sud faoliyatimizda, ishlash davrimizda bundan albatta foydalanamiz degan umiddaman. Men o'ylayman, bu uchrashuvlar hamisha yoshlarimizga juda yaxshi bir narsalarni olib keladi. Ularni kelajakda adolat tantanasi uchun kurashadigan, halollik, vijdonlilik, turmush tarzini qila oladigan yoshlarimizni tarbiyalaydi deb o'ylayman. Bu uchrashuv ayniqsa yoshlar tarbiyasi, ularning bilimga qiziqishini oshirish barobarida ayni chog'da sohada faoliyat olib borayotganlarning ishonchini mustahkamlasa, faxriylar uchun ko'ngil xotirjamligini ulashishi bilan alohida ahamiyatga ega.